Og'iz bo'shlig'i epidemiologiyasi muammosi bugun nafaqat stomatologiya, balki tibbiyotning boshqa sohalarida ham eng dolzarb masalalardan biri sifatida qayd etilmoqda. Mutaxassislar buning sababini og'iz bo'shlig'i orqali yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklar bilan bog'lashmoqda. Haqiqatdan ham tish gigiyenasiga e'tibor susaygan paytda oddiy kariesdan boshlab qator tuzalishi qiyin bo'lgan surunkali boshqa kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Ayniqsa sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish qoida va me'yorlarining buzilishi oqibatida kuzatiladigan klinik muammolar bugun zamonaviy tibbiyot, xususan butunjahon stomatologlarini tashvishga solmoqda. Stomatologiya institutida yosh olimlar innovatsiyalarni hukumatingiz tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganligi havasimni oshirdi. Sizlar juda to'g'ri va istiqbolli yo'ldasizlar. Yaqin yillar ichida o'zbekistonlik stomatologlar o'z tajribalarini butun dunyo amaliyotiga taqdim etishiga juda ishonaman. Yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini joriy etish Yevropa va Koreya standartlari asosida og'iz bo'shlig'i infeksiyasi kasalliklarini samarali davolash mavzularidagi umumiy ma'ruza va mahorat darslarida Koreya, Rossiya, Angliyaning yetakchi mutaxassislari ishtirok etdilar. Jumladan shu yilning oxiriga qadar 17 ta xorijlik professor mutaxassislarni institutda oliy ta'lim muassasasida o'qish jarayoniga jalb qilish, ular bilan ilmiy, amaliy hamkorliklarni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Undan tashqari bitta o'quvchimiz Niderlandiyaning Akta universitetiga 5 yillik ilmiy ish qilish bo'yicha, ya'ni PhD doktorlik dissertatsiya qilish bo'yicha grant yutib oldi va yaqin kunlarda jo'nab ketish arafasida. Stomatologlarning ilk marotaba o'tkazilayotgan birinchi kongressda xorijlik mutaxassislar yetakchiligida mahorat darslari va ma'ruzalarga keng o'rin berildi. Stomatologiya instituti talabalari mazkur mashg'ulotlarda tish kasalligiga erta tashxis qo'yishning hali amaliyotimizda mavjud bo'lmagan yangiliklari bilan tanishdilar. Taqdim etilgan apparatlarning afzallik tomonlarini har bir qavatdagi sinf xonalarida masofadan turib uzatilgan mahorat darslari orqali o'rganish imkoniyati yaratildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Voqealar